Assalamu alaykum qarindoshlar. Burun bu tema bir ichilg'anti. Shu vaqtida men bu bizning mayli nimalar bo'lsin, o'zini ziyoli ataydiganlar bo'lsin yoki bo'lmasa imom, molla ataydiganlar bo'lsin, bu temalarni bilmaydiganligini his qilgandim, oshkorlagan. Endi sekularizm degan narsa ikki xil bo'ladi. Yani o'xshash bir hukm ikki sohada o'xshamaydigan ikki narsani bildirib qoladi. Ko'pincha ashtaq ijtimoiy pallarda. Masalan, siyosat ilmidagi liberalizm bilan nimadagi xalqaro munosabatlardagi liberalizm degan ikki narsa. Siyosat ilmidagi realizm bilan xalqaro munosabatlardagi realizm degan ikki narsa. Siyosat ilmidagi realizm degan Machiavelli'ning pragmatist bo'lish kerak, ya'ni fursatparast bo'lish kerak degan asos qilsa, xalqaro munosabatlardagi realizm degan narsa ulusal manfaatni asos qilib xalqaro sahnada o'ynash kerak deganni bildirdi. Shunga o'xshash bir hukm ikki sohada ikki xil narsani bildirdi. Endi sekularizm deganmi, sotsiologiyada, jamiyatshunoslikdagi sekularizm degan jamiyatning dinsizlashishi degan gap. Mesela bunu Xitoydagi davlatlar jamiyatni dinsizlashtirib ateist qilamiz desa, shu sekularizm deydi. Bu sotsiologiya, jamiyatshunoslikdagi sekularizm bu. Endi siyosat ilmidagi sekularizm bo'lsa, o jamiyatning, insonlarning qanday dinga ishonishini bilan aralashmaydi, uning o'lchatiga yo'q. Siyosat ilmidagi sekularizm bo'lsa, davlatning dindan ayrilishi degan gap. Ya'ni davlat boshqarishda poplarni, raiblarni yoki molla shayxlarning fatvosi bilan emas, davlatni aql bilan boshqaramiz desa, bu siyosat ilmidagi sekularizm bo'ladi. Shuning uchun bizda siyosat ilmidagi sekularizmda, mesela sotsiologiyadagi sekularizmda hech qanday dinga yo'l qo'yilmaydi, kommunistlardek. Mesela hozirgi Fransiyadagi. Ammo yoki dastlabki qurilgan vaqtidagi Turkiya Cumhuriyatidagi sotsiologiyadagi sekularizmni qilgan ular. Ammo siyosat ilmidagi sekularizm bo'lsa, odamlar har xil dinlar mavjud bo'la oladi. Ammo davlat shu din bilan boshqarilmaydi degan gap. Bu masalan bugungi Amerikadagi, Yevropadagi davlatlarning jiqidagi, Avstraliyadagi degandek. Shuning uchun buni aralashtirib o'tadi bizning odamlar. Sekularizm desa, bular ateistga, dinsizlashtirdiga deydi. Ama siyosat ilmidagi sekularizm deyotgan bo'lsa, uning din bilan aloqasi yo'q. O davlatning molla, shayx, raib, pop tarafidan boshqarilmasligi degan gap. Endi jamiyatshunoslikdagi, sotsiologiyadagi sekularizm bo'lsa, hozir Dilnurlarning ma'vu narsi shu jamiyatshunoslikdagi sekularizm ma'vu. Bu jamiyatni dinsizlashtirish, ateistlashtirish degan gap. Bu narsalarning farqini yaxshi tushunishimiz kerak avval bir hukmni ishlatishdan burun.